Mana hop pochtamizga xabar kelgan. Mana Phuket Pay'dan tasdiqlash bosing degan. Mana shu tasdiqlashni bosamiz. Confirm email. Hop, mana tizimga kirdik. Mana bu joydan hop hozir deposit withdrawal bosamiz. Mana tanlaymiz. Bizga kerak bo'ladi u ananga eng arzon beradigan minimalkasi mana bu Tether -20 ga USDT beradi bizga eng arzon minimalkasi. Shuni ustiga bosamiz. Keyin mana bu joydan mana bu 3 nuqtachadan bosib turib depozitni tanlaymiz yoki withdrawal qaysini tanlasak ham bizga kerak bo'layotgan narsa ikki odam bittasi tanlagan paytimiz mana bunday chiqadi. Mana bu joyda bizga depozit adres yo'qligi sababli mana ko'rinmayapti. Biza qilishimiz kerak bo'lgan narsa ikki bosqichli tekshiruvni yoqishimiz kerak. U uchun biza mana bu odamcha belgisi deymiz. Mana shuni ustiga bosib turib account settings ga bosamiz. Mana shu yerdagi account settings ga xullas mana bosiladi. Hop. Keyin mana bu joydan ikki bosqichli tekshiruv mana bu ikki bosqichli tekshiruvga biza enable ruxsatni berishimiz kerak. Ruxsatni beramiz. Xo'p, keyingi qilayotgan ishimiz mana buni QR kod ustiga bosib turib, mana boshqa yerdan ko'rsatay. QR kod ustiga QR kod ustiga bosiladi-da. QR kod ustiga bosilib bitta emas, bosib turasiz. Bosib tursangiz mana bunday chiqadi. Keyin pastiga mana rasmni ulashish degani bor. Rasmni ulashish ustiga bosiladi. Keyin bizlar uchun kerak bo'ladi mana bu ikkita narsani yuklab olish deb ko'rsatgandim sizlarga. Hozir rasmni ulashish uchun chiqish kerak. Sal sekinroq ishlayapti. Mana bu qaytadan xalaqit berdim ishlashiga. Rasmni ulashishni bosaman.
mana bu QR kodga belgilaymiz. Ishlayotganimizni QR kodni belgilaymiz. Shu QR kodni chizmoqchi edim xullas. QR kodni ustiga bitta bosasizlar. Open'ni bosasizlar. Token qo'shish desa, H'ni belgilab qo'yasizlar. H'ni belgilasangizlar, ulgurib token qo'shardi. Ulgurmay qoldik. Yoki ulgurilmay qolgan paytda yana bitta yo'li bor. Yana bitta bundan ham tezroq bo'layotgan yo'li. Mana buni ustiga bosib turib rasmni ulash qilgan payt Google Authenticatorga ham birovra qilsa bo'lishi mumkin. Hozir agar ro'yxatdan chiqishi kerak menimcha. To'g'ridan to'g'ri yo'naltiramiz. Autentikator agar chiqsa, o'shanga yo'naltirish kerak edi. Yo'q, chiqmadi. QR kod ustiga qaytib bosib turib, bu safar tokenni nima qilish deganga H'ni bosaman-da. Mana H'ni bosishga ulgurdim. Mana Pay taftishchini qo'shdi. Mana 478 992 ni ham berdi menga. Xo'sh, shoshmaymiz. Boshqatdan vaqt o'tdimi 904 651 ni kiritaman endi. Kiritib turib, enable'ni bosamiz. Shu payt ulgurishimiz kerak. Mana ulgurdik. Ana endi qiladigan ishimiz mana bu odamchani ustiga bosib, deposit withdrawal ustiga bossak, bizaga o'sha boyagi tezerni tanlab, tezer USDT'ni tanlab, depozitni tanlab, mana qaragan paytimiz endi mana bizaga o'sha manzilni berdi. Bu safar ko'rinyapti mana. Shuni xo'p ustiga mana bu kopirovat belgichasini ustiga bosib kopirovat qilib olamizda. Mana buni bosib nusxa qilib olamiz. Keyin sistemaga borib tizimga mana bu tizimga xo'p Glavnayaga o'tamiz. Hozir mana bu Glavnayaga bosamiz. Xo'p. Keyin Glavnayaga bosgandan keyin kошелек degan unvonga mana bu joydan Glavnayaga bosish shart emas ekan. 3 ta chiziqchadan bosib turib profilga bossak, profilga bizga kошелек degan joyi bor bo'ladi. Mana kошельки degani. Ya'ni hamyonlar ustiga bosamiz. Hamyonlar ustiga bosamizda mana
boyagi yuklab olganimizni xo'p, mana bu PocketPay deganiga kiritamiz. Menga oldindan bor uchun PocketPayga kiritamizda PocketPayga kiritib turib, mana bu joydan Сохранить настройки degan mana bosib qo'yamiz. Kошелек сохранен degan mana chiqadi. Xo'p. Shu bilan elektron kriptovalyuta hamyon tayyorladik va uni hamyonlar ro'yxatiga kiritdik. Keyin Xudo xolasa keyingi videomizda pulni qanday chiqarib olishni ko'rsatib o'taman. Hammaga e'tibori uchun katta rahmat. Yaxshi omadlar, yutuqlar, daromadlar tilab qolaman. Sog' bo'linglar.